12 muqami Harlaq Junxa madaniyat xazinesidagi bebaho guhar. Emgashchan, ijodchan Uyg'ur xalqining aql farosatining zavqi. Uyg'ur hayotining hamma taraflarini musiqa tili bilan bayon qiladigan badiiy qomus. Uningda Uyg'ur xalqining hayoti va go'zal ma'naviyati, istak xohishlari, tarixiy reallik va turmush muhitidan kelib chiqqan muhabbat nafratlari, inson tafakkurining musiqa, badiiy adabiyot va usul qatorliq xilma-xil shakllari bilan ifodalangan. Mundaq musiqa asri dunyo millatlarining san'at tarixida kam uchraydigan alohida asar bo'lg'achqa, Sharq musiqa madaniyatidagi mo'jiza deb ta'riflanmoqda. Uyg'ur muqamlarining tarixi uzun, orq ko'rinishi keng va cho'ng. Muqamlar Uyg'ur xalqining beshidan kechirgan tarixiy davrlari bilan hamqadamdir. Muqamlar ko'plagan makon va bir qancha zamonda Uyg'ur xalqining nurg'unlagan baskorlari, naqshchilari va chalg'uvchilari tarafidan ijod qilingan xalq musiqasi. Bu ketim asliga vorislik qilib qaytaratlangan, to'liqlangan, mukammallashtirilgan 12 muqam, 360 ahang, 4492 misradan tarkib topgan. Hamda u yana Uyg'ur klassik shoirlarining she'rlari, Uyg'ur xalq dostonlarining parchalari va xalq qo'shiq baytlarini o'z ichiga oladi.
dağlıkni şayet ey ayet o rahmeti salsan vay rahmeti salsan vay ağzenge aşinalıkni Hamamu hanımanın den çekip aldırsını derme Üzendin özü bilmeydu Üzen saldın dudağlıkni